Xiaojin g'arbki sayohat dunyosida Rulay Fozuning, ya'ni Amitabh Buddhaning nomini olsa, har qanday olvosli qo'rqib titraydi. Arishtiki malaika avliyolar anglasimi buni hurmat bildirdi. Lekin butkul g'arb sayohatda ikki olvosti bor. Bu Rulayni ko'ziga ilibmi qo'ymaydi, yoritibmi qo'ymaydi, hatto nomi qo'rqmay daqdak uzoqlaydigan Amitabh Buddhaning mandaq ikki olvosti bor. Onun birincisi aldığın qatim biz degan shirk to'yi teg'idiki anqa. Bunun bir salohiyati o'zim davdalik buningdan nemidan to'z tug'ilgan, buningdan anqavlashga manda qo'shimni tag'am buldu deb. Bunun tuqqandachiligi bor. O'zining tag'isi bu. Mushuni aniq dedik. Hem bunun sehri maharatini nayt qalbdiz. Onunki bu Rulayning eng yaqin bir ermiki. Şuna bu mushunda hurmatsizliklarni qo'rqmay qila oladi. Müşahede şirk tögütüğünün sözlüğe vaqtda düşüp qalğan bir məzmunu tuluqlab qo'yay. Şirk tögütüğüdə bu Rulay 500 rohamdan billa bu olvoslarni bastudi. Şunu axırda bu anqalni ekegandiki nayt yenilik jazo verdi bularga. Şunu bu yerda deydigan ikki gap var. Birisi aş o'zining tag'isi ekanligini hikoyani deb turdi. Ikkinchisi insonlar o'zininki qo'sug'ini to'yg'izish uchun at, kala, qo'y, cho'shqa qatorliq jonliqlarni o'ldirib yeydi. Buni uzuq qildi. Bu olvoslarni o'xshashlar bularning uzug'i inson. Shuni bu insonlarni o'ldirib yeydi. Bu o'xshash davli. Navad inson o'ltirsa bu qoida xilab, qonun xilab buni jazolaymiz. Shuning o'xshash olvosdimi o'z olvosdini boshqa olvosdini o'z qavmini o'ltirgan bo'lsa, anandikin manandak jazo tortdi deb Bines etmezdik gapini deydi. Yani ben chatte turib anglab qalgan bu gapni uchun taz oxirini anglayapman. Başlaq bir gapni deydigini baldikin. Endi gapimizga qaytib kelsak, yeni bir olvosti olsa, seriq chash, seriq qoshliq malaika. Bu hatta Amitabh Buddhaning siyoqiga kirib chiqib ketini oladi birdan-bir. Men degan Rulay shu deb o'ltiralaydi. Hatta bu Tangsunlarniki yo'l xati, yushtaqni tatib olgandan keyin ben üzem barmayan bu Mekke'ye yakasıma şehirde tu. Non üzem ekleyip ben nemi üzem barmayadık. Mandak da idealaydım o. Muşunda kışlarının kısmı Amitabh bununki sorğunun kılmaydı o. Ya bir ceza vermeydi o. Bunu sihir karamet en güçlerlerin bekçi başlayılık bir şelepike altın şelepike sunukunu bastırıp koydu. Bunun sunukunu amal çıkanmay erişleşkerlik kilip elik altın müzik begim tişip bunu çıkıp aldı o. Onun da hem kutlup tutsaylık bir sihirlik dem tatılgan bir haltısı var. Hemmisini dem tatıp ekirktidu bu. Bunun da mı aram kutlup çıkıdı. Şundak bekçik bunun sihir karametleri mi? Yani bu yer sunukun yüzü geçip çıktı deyip bulan yeni kutluklama hem kimge telefon kısam bular dep qarab tursa osmondan elik yo'g'on qo'ysak yeyib tutilgan elik Melo butsat var. Melo Fozu bu yeni Donglay Fozu mu deydi. Maşkep kaldı. Vokon beni tanıdın mı dep. Bu Melo Buddhaning mu Melo Fozuning o'rni nayt yuqori. Bularninki yuqori aytayotgan shu Fozu Pusa anontin Lohan. Yeni avvallik sonra Butsatvadim yuqori ma u. Rulaydan qilishqisiz darajadagi odam. Buni yana Guzu Gochu Fozu deydi. Yeni burun mash Rulayning o'rnida te hozir Rulaylar jebar almashtirganda. Shunga bu seri qashliq malaika qo'rqmay mashta qishlarni qila oladi. Bunun aq terginin güçlüğü, onun bu engüşterlerinin hemisi şu Melo Fozu'nun engüşter ve başka şundak yaman bu. Mandak yaman ağırlık görünüş var da bunun. Şuna ahırdan bu alvasını eliqi tavuzlukta tutup aldı da yüzünün kaltısı yüzünün solapla. Tutup alğan ki bir sunukun işini demeyidi o. Öyle bakın bunun da burunqi bire evliyam deyal ki bir alvasını tutup else sunukun daim uşuqlı qilib vay men öldürüvatdım yay. Altın gürzemnin təmin etib baxsın yay. Aşta deb turib oldi. Bir bo'lsa uni kendini eliqi avliyoniki ma engüşter meni qilib qolsin. Xatir olib qolsin, men bir kireyliqim demamsa deb turib oldi. Ma Melo Fozu kelganda hech kim demay, xo'p, ma'qul, xo'sh deb turdi. Ma buning shunday yomonligidan. Ondan men bugun mana shu kitobxonada yeni bir aloqalashdim. Bugun tashlab hozir jiddiy ishlash etib olgan kitoblarni taqdim etibdi. Qo'ydilar sevibdi. Necha vaqtdan elib bak saqlab ketgan do'stlar, apu qilinglar, men bu to'xtamay so'zlab en tez suratda sizlarga yetkazib berishga tirishyapman. Oxirida bir qancha zo'plarimiz uchib ketdi, banfon uchiryapti. Shuni yeni uchib ketmaslik uchun haqsiz yurak, jonlimiliyan, ushalta, finshan deganlarni bir to'xtamay qilib bersanglar. Yoqtirgan do'stlar, qo'yinglar. Rahmat.